Assalomu alaykum. Sizlar bilan Behruz. Bu video nimalar haqida bo'ladi? Videoda hech qanaqa ssenariy yoki boshqa narsalar yozilgani yo'q. Ssenariy tuzilmagan, shunchaki olinadigan video. Oldindan ogohlantirib o'tamiz. Video stress, depressiya bu videoning ikkinchi qismi bo'ladi. Birinchi qismi kecha qo'yilgan edi. Xo'p, do'stlar, stress, depressiya nimadan kelib chiqadi? Asosiy kelib chiqadigan narsasi bu shaharda yashovchi insonlarga ko'pincha shu holatga uchraydi. Imtihonlardan o'tish kerak, o'quvchi yoki imtihondan oldin bo'ladigan stress bu juda ham kichik va deyarli o'tib ketadigan stress desa ham bo'ladi. Yoki shaharda yashovchi insonlarga doimiy stressga tushib turadi. Bu insonlar stressga moyilligi yuqori, hayot tarzi, turmush tarzini tartibga sololmagan va ko'proq maktabda endi bitirib, o'qishda yoki endi bitirib hayot yo'liga joylasha olmaganlarni olsak bo'ladi. Eng muhim stressni yenguvchilardan biri bu tabiat desak ham bo'ladi, do'stlar. Tabiat. Oddiygina atrofingizga sayr qiling. Agar shaharda yashasangiz qishloqqa boring. Qishloqqa bo'lsangiz shu atrofda daraxtlar, zorlarni sayr qilish eng birinchi stressni to'g'ri yengishni yo'llaridan biri deb bilamiz, do'stlar. Sababi hozir buni videoning syomkasi ham mana shunday bog'ga suratga olinmoqda, o'zimizning bog'ga. Hop, bu yerdagi emotsiyani, qushlarning sayrashi, tinchlik, salqin joy, xullas shahardagi g'ala-g'ovurdan, changdan qutulib joyga o'tirish juda katta emotsiya, maza beradi. Xullas boshingiz dam oladi, hech narsani o'ylamaysiz, miya dam oladi, qisqa qilib aytganda. Agarda siz shaharda mana shunday yashasangiz, mana shunday joyga kelib sayr qilishingiz mumkin. Xullas do'stlar, mana shunday joy sayr qilsangiz, stressdan eng birinchi qutulishni yo'llaridan biri. Bu video o'zim stressga tushgan vaqtim olinyapti, ogohlantirib o'tamiz. Ko'pincha stressga tushsam, mana shunday ko'chaga chiqib, mana shunday aylanaveramiz. Lekin ko'chada ham telefonni olib yurib, Instagram, TikTok tiklab yoki kirib videolar, reelslar tomosha qilib emas, telefonni shunday samolyot rejimiga qo'yib, telefonlarni o'chirib, hech kim bo'lmasligi kerak. Yoningizga yaqin bir do'stingiz yoki oshna-og'aynisiz, bir o'zi odamni bir o'zi shu shahardan chekkaroqqa, daraxtlarning tagidan bir tinchroq joyga xullas aylanish kerak. Bu shaharda topilishi to'g'risi qiyin bo'lgan narsalar. Iloji boricha qishloqqa kelmay shunday bemalol yursa, ya'ni bir kishi 1,5 soat, 1 soat vaqt bo'yicha yursa, ancha miyasi dam olib, stressdan chiqishning zo'r yo'llaridan biri. Agar siz imtihonlarga, o'qishlarga topshirmoqchi bo'lsangiz, bu ham zo'r yo'llardan biri deb bilamiz, do'stlar. Hop. Shunday fonga muzika qo'yib yuborsa-ya, shu joyiga, lekin ko'p muzikalarga avtorlik bo'lmagan, bu avtorlik yo'q muzikalardan topsak, qo'yib yuborsak ham bo'ladi. Ajoyib stressdan chiqish uchun juda katta hodisa. Agar kameradan ichkarida qadamlagan yetkazib berish imkoniyati bo'lganda, balkim his qilishi mumkin edi. Faqatgina ko'rish va tomosha qilish mumkin. Xullas shunday gaplar, do'stlar. Stressdan chiqishning zo'r yo'llaridan biri tabiat qo'ynida sayr qilish, sayohat qilish. Aytganda, sayohat qilish uchun katta pul ham kerak emas. Shunchaki uyingizdan uzoqda, ya'ni uyingizda tomi ko'rinmagan joygacha borsangiz, u ham bir sayohat desa ham bo'ladi. Bu video shulardan iborat edi. Keyingi videolar nimalar haqida bo'lishini yozib qoldiring. Barchasi zo'r bo'ladi.